Ko'rinishi ajoyib, ta'mi o'zgacha bo'lgan yumshoqqina bilinchikli tortdan yeb ko'rganmisiz? Agar yeb ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tayyorlab ko'ring. Buning uchun idishimizga quruq mahsulotlarimizni setadan o'tkazib, ustidan shakarni solib, yaxshilab aralashtirib, tuxumlarimizni ham chaqib solib, ustidan issiqqina sutlarimizni solib, yaxshilab aralashtirib, erib turgan saryog'imizni ham solib, qizib turgan blinnichamizda blinchiklarimizni pishirishni boshlaymiz. Blinchiklarimizni ketma-ketlikda pishirib olib, judayam mazali bo'lgan kremini tayyorlashni boshlasak ham bo'ladi. Buning uchun qaymoq hamda saxarli pudra, vanilin solib, qattiqqina massa bo'lguncha ko'pirtirib tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan kremimizni ikki qismga bo'lamiz. Bir qismiga shokoladni eritib sovoramiz. Mana shunday ko'rinishda qattiqqina bo'lishi kerak. Endi esa tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Bilinchiklarimizni birinchi qavatiga kremdan yaxshilab surtib, ikki qavat qilib, endi kremlarimizni ketma-ketlikda surtib chiqamiz. Birinchi qavatiga oq krem, ikkinchi qavatiga shokoladni krem qilib, ketma-ketlikda taxlab olamiz. Chiroyli qilib yig'ib olgan bilinchikli tortimizni ustilarini ham kremlar bilan to'yintirib, xolodilnikka 2 soatga olib qo'yamiz. 2 soatdan keyin olib, ustilarini chiroyli qilib kakaolar bilan bezatib, bemalol kesib dasturxonga tortishingiz mumkin. Judayam mazali, yumshoqqina, yegan sari yengiz keladigan, hammaga birdek yoqadigan tort retsepti tayyor. Albatta tayyorlab yeb ko'ring. Osh bo'lsin, yeganlarga